Assalomu alaykum bekanjon kuzatuvchilar, ashaddiy obunachilari. Xudo xolasa ko'rasizlar, narxlar arzonlashishi sirasi video chiqadi. To'g'ri, har safar shu qayta bitta mashinalar chiqyapti deyotgan bo'lishlar mumkin. Lekin boshqa mashinalar ham albatta bor. U mashinalar ham birma-birlik bilan ko'rsatib o'tamiz va bizning olga mijozlarimiz ham topshirganlarimiz haqida ham videolar chiqardik. Hozirgi kunda mashinalar narxi yana ham arzonladi Toshkent Index mashina bozorida. Xo'p, mashinalar narxini bilish uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Har safar mashinalar narxi o'zgarib turishi mumkin. Hozir mana biz xitoylik do'stlarimiz ham bizga yetib keldi. Mashinalar narxi kundan kun tushmoqchi bo'layotgan sababi bor. Xo'p, biz videoda boshladik, qani ketdik unda. Bizdan uzoqlashmanglar. Do'stlar, biz videoda boshladik. Har safargi avtosalon, lekin to'g'ri har safar qayta bitta mashina chiqarma deb aytayotgan bo'lishlar mumkin yoki qayta bitta salon reklama qilaman deyishlari mumkin. To'g'ri, lekin albatta men ushbu avtosalonda ishlayman va ushbu avtosalonni avtomobillarini qayta reklama qilishga majburman do'stlar. To'g'ri, lekin boshqa xitoylarda ham mashinasini albatta reklama qilinadi. Xudo xolasa bugun juda ham turli xil O'zbekistonga yangi kelayotgan Huawei Aito M7 avtomobil haqida ham to'liqroq batafsilroq ma'lumot berib o'tamiz. Chunki mashina haqida ma'lumotlar o'rganildi va YouTube'ga syomkaga tayyor bo'ldik. Xudo xolasa biz syomkani albatta qilamiz. Do'stlar, bitta narsani aytib qo'yay. Sizlarga iltimos qilaman, chunki mehnat qilamiz, YouTube'ga reklama qilamiz, YouTube'ga syomka qilamiz. Hol kelganda ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qilib kelinglar. Har xil vaziyatlar bo'lib qolyapti. Mehnatimizni qadrlagan bo'lsanglar, like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz esdan chiqmasin. Manzilimiz Toshkent Index bu tomonda Sergeli mashina bozoriga to'g'ri kelib kelasizlarda. Opex pizza bor. Bu yerdan razvorot qilsalar bo'ladi, lekin sizlar razvorot qilmaysizlar-da. O'stiri 10 qo'lga kirasizlar, karmasha qilsalar, Changan bor, avtozatchas bor. Va daxonjilarimiz va bizni avtosalonga kirgani birinchisi. Ismim Bekzod. Bemalol kelsanglar, o'zim maksimalni tushuntirib, mashinani o'z egalariga boshidan oxirigacha birga hamkorlik qilib birga topshirishga harakat qilaman. Men bo'lmasam shogirdlar bo'ladi albatta. Ular ham sizga batafsil ma'lumotlar berishi mumkin bo'ladi. Lekin ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qilib kelsanglar, narxiga qaraganda imkon qadar arzonroq olishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchi ko'rsatib o'tadigan bo'lsamiz Changan Depal S07 avtomobilimiz. Qora rangi ham bor, oq rangi ham albatta sotuvda bor. Birinchi bo'lib qora rangini ochamiz, chunki qora rangi talab juda ham ko'proq bo'lgani uchun qoramiz to'g'ri sotilib ketayotgan edi. Yo'q, bu mashina unaqa arzon narxga sotilmaydi dedi. Xitoylik olayotganda to'xtatdik-da, biz o'zbeklarimizga arzon narxlarda berishga harakat qilaman deb arzonroqqa qilishga harakat qildim. Agar narxi sizlar o'ylagandan ham arzon bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Xullas, ruskasa qilingan mashinamiz tayyor. Glasovo'zi ruskasasi bo'lmaydi, lekin qolgan funksiyalar ruskasa bo'ladi. Sidina pamyat, abagir, abduf, masaj, hamma narsasi bor. Fedal displeylar bor. 1200 km ko'rsatilgan realni 1000 atrof yuradi. Qoraga oranjiy Changan Depal S07 215 maksimiz 215 km masofani bosib o'tadi. Ko'rishinglar mumkin, mashinamizda komplektatsiyasida nimalar bor. Ba'zi salonlarda zarachiga, poliga narsalar chiqmayotgan bo'lyapti, lekin mana Changanning o'zini original zaryadniga metal nasosi, yelimi, sambuferlari, xullas hamma narsasi bor. Ruskasasini ham qilib beramiz. Narxlari keladigan bo'lsak, taxmin qilib ko'ringlar yoki kommentariyada yozinglar. Mashinamizning narxini sizlar uchun ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilib 25700 dollar qo'ydik. Skidkada xudo xolasa ushbu avtomobilimiz ham qaysidir omadli mijozimizga ro'za kunlarida bir kun ichida mashinani olib chiqishi mumkin bo'ladi. Do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 25700 ga Changan Depal G Mas S07 avtomobilimiz 215 maxi diskalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana ular hamma narsalari bor. Mashinamiz narxi 25700. Xuddi shu narxda oq rangi ham albatta nalichada bizda bor. Oq rangini ham narxi bir xil. 25700 dan kim qiziq bo'layotgan bo'lsa, hozir ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilib
Plus hamma narsasi. Mashinamizga bonus tarzda sizlarga qanaqa nimalar qo'shib berish mumkin. Pultga chexolni kiydirib beramiz. Poliklari bor. Orqa oynalari qoraytirilgan. Diskalar mana ko'rayotgan bo'lsanglar, yangicha diskalar qo'yilgan. Rus kassasi qilib beriladi. Xullas, mashina mo'ka qilib, zaryadkalarni to'ldirib, egalariga bir kun ichida chiqarib beramiz inshaalloh. Do'stlar, men aytdim, yana ham yangiga narxi boshqa salonlarga qaraganda arzon avtomobilimiz ham yetib keldi. Bu mashinamiz hozir ochamiz, ko'rasizlar. Bismillah. Ochildi. Mana voye turishlarini qaranglar. Mashinamiz to'g'risini aytaman, yo'lda kelayotgan narxda zaklat olib qolib 30.600 dan sotayotgan edik. Nalicha degansini 31 mingdan sotayotgan edik. Ro'za kunida xitoylarga aytdim, narxini tushir. Ro'za oyida maza qilib odam olsin, musulmonlar bayrami deb to'g'ri tushuntirdim-da. Mashinani narxini sizlar 30.600 ga, Rus kassasi, zaryadnigi, poliga, imkon bo'lsa, orqa oynalarning tonirovkasiga harakat qilaman, qildirib berishga. Orqa oynalar tonirovkasi harakat qilaman, aniq va'da emas. Keyin pultga chexollarini qildirib beramiz. Mashinamiz narxi 30.600 dan. Do'stlar, oqqa oranjivisi ham albatta bor, qoraga oranjivisi ham bor. Qoraga qora yo'lda kelyapti, uning narxi biroz qimmatroq, chunki masajli. Bular masajsiz, qaysasi, lekin masajli bilan masajsizni farqiga keladigan bo'lsak, masalan ko'rayotgan bo'lsanglar, hamma yo'q idealniy holatda. Masajli bilan masajsiz farqi bitta shu orqa tomonda yotgan sidina turibdi. O'sha sidinada masaj bo'ladi xolos. Boshqa sidinalarda masaj yo'q. 4 ta sidinada masaj bo'lmaydi, adashib qolmanglar. 4 ta sidinada masaj $1000 rangsa deyotgan bo'lsalar, u biroz noto'g'ri fikr bo'lishi mumkin. Xullas, bu 200 Maxxis Dongfeng 08 avtomobili. Ular zaryadli polik. Do'stlar, hozirgi kunda oqlarimizda, oq oranjivda 7 kW zaryadlik, qoraga oranjivimizda esa 3.5 kW zaryadchi chiqdi. To'g'risi nima bunaqaligini men ham bilmayman. Barcha mashinamizda kraskalarini tekshirib o'zimiz olib qoldik, o'zimiz tushirdik va egalariga topshirayotganlik haqida videolarimiz bor. Keyin avtoparkovkalarni ham ishlatib beramiz. Versiyasi ko'tarilgandan keyin avtoparkovka ishlamay qolyapti deyapti. Avtoparkovkasi ham ishlaydi, jigarlar. Mana mashinani ichki ko'rinishi. Mazza qilib meni yursanglar bo'ladi, do'stlar. Mashinamiz bizda 7 kW zaryadchiga bor, qoralarimiz tugab qoldi. 3.5 kW bor, qoralarimiz albatta nalichada bor. Ichilarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bu mashinamiz ham gibrid, 1.5 turbo. Ichida xolodilnik, hamma funksiyalari bor, monitorlarigacha bor. Mana mashinamiz ichki pasvetkalari ham bor, ruskasi, zaryadchi, polik. Tonirovkasi bo'lmaydi, bunaqa pardasi bo'ladi. Hozir bu mashinasi slipoy zonasi ham bor ekan mashinamizda. Avtoparkovkalari ham ishlaydi. Ko'pchilik buni avtoparkovkasi ishlamaydi deb o'tkazib yuboryapti. Avtoparkovkalari ham bor. Xullas, mashinamiz narxi 30.600 dan nalichada bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Rangini qat'iy nazar qaysi birini olsanglar ham. Lekin qoraga qarasam yo'lda kelyapti, masajli 31.5 deyapti, demak uni ham kelishtiradigan joyi bor. C16larimiz ham kelyapti. Xo'p, navbatdagi ko'rsatib o'tadigan mashinamiz Chang'an G318 avtomobilimiz. Xo'p, bu mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, 36 mingdan tushib $30.500 ga tushib ketdi. Do'stlar, 4 ta budishi, ya'ni turbolani tortadi. Eng fulli emas, eng fullidan bitta past, eng fullida pnevmatik bo'ladi. Sidinalarda ikkita sidinasi adashmasam masaj bo'ladi. Orqasida pilisoska bo'ladi. Xolos. Qolgan hamma yo'q bir xil, hech qanaqa farqi yo'q. Bu ham bo'lib ko'ring. Shunaqa g'alatiroq odamlar ham borda. To'g'ri tushunasizlar, shuncha yo'l turibdi, demasdan yurish kerak bo'ldi. Tushunmadim. Xo'p, mashinamiz narxi $30.500. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Mashinamizdan hozir 4 dona qoldi. 12 donada 30.500 bo'lgani uchun juda ham ko'p sotilib ketib qoldi. Yangi bloger opamiz kanalni obuna qilib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, Honda QM5 avtomobilimiz ham 500 kilometrlik nalichada tayyor. $16.300 bo'lib qoldi. Qora salonligi, Rus kassasi, garantiyasi, zaryadchi polik, nasos, yelim, xolos hamma narsasi bilan tayyor.
Mashinamiz narxi 16.300 dollar. Kim yaxshi bo'ladigan bo'lsa, hozir bunda ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qilsalar, albatta bo'ladi. 12.25'imiz. Xo'p, sizda 5 tunlar bor ekan. 5 tun B70 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Mana hozirgi blok dropning nomeri ham qo'yilgan. Xolasi shu raqam ko'riladi o'zi 23 mingdan Oliya degan opa keldi, 21 ming dollarga tushirib qo'yibdi. Bemalol narsalar bo'laveradi. Biz 5 tunlarimiz to'g'risi mashina haqida to'liqroq ma'lumotga ega emasman. Bemalol qo'ng'iroq qilish, Oliya hozir SMK qiladigan opa, ya'ni YouTube kanali ochibdi, ular shunaqa. Mana 318 notariusligi kerak deydigan akalarimizga notariuslik nomer taqilgan. Sразу оформить qilib kelsalar bo'ladi. To'g'ri, sariq nomer, lekin notariusdan sizlar nomerlarga qo'yib kelsalar bo'ladi. Bu mashinamiz narxi ham 3500. Qimmatlamadi. Notariusdan оформить qilib olasizlar, olib kelsalar bo'laveradi. Bu yerda ikkitasiga nomer taqilgan xolos. Bu yerda kuzovlar ham bor. To'g'risi kuzovlar narxini bilmayman, chunki har kuni har xil narxlar o'zgarib ehtimoli ham bor. Bu 5 tun B30 haqida to'liq ma'lumot to'g'risi keyingi videolarimda qilsak bo'ladi. Bu yerda Changan Ida degan avtomobil ham mavjud. Bu mashinaning narxi biroz arzonladi. Mashinamiz narxini 21 ming chiqargan edik, hozir 19.800 dollarga bemalol xaridlar bo'ladi. Voy, mashina chiroyli qaranglar. Ekranda ko'ringan raqam qo'ng'iroq qiladi, do'stlar, mashina sizniki bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yerda ham Paypallarimiz nalichada turibdi. Bu ham bizdan. Bu narx ham 25700. SUV avtomobil gibriddi. Rasxoti 5 tadan 10, shahar ichida 5 ta, dalniga 10 ta atrofda qiladi. Oq hamda havo rangi bor. Narxi 18000 dollar. Gibrid, bemalol oilaviy mashina. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bemalol tomlari, atroflari hamma narsasi bor. Bu mashinaning narxi 18000 dollardan xaridlar bo'ladi. Mayda yana Changan turibdi, chunki Changanimizdan ko'proq keldi. Dunfingimiz albatta qolmay qoldi. Mayda anaqa holatlar ham bo'lib qolishi mumkin. Mashina olayotganda, Xitoy mashinasi olayotganda albatta ko'rib olinglar, shunaqa holatlar ham kelishi mumkin. Lekin bizda hali bunaqa holat kuzatilgani yo'q. Ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qiling va ushbu avtomobillardan qaysidir biri sizniki bo'lishi mumkin. Bizdan uzoqlashmang, Xudo xolasa siz bilan ko'rishamiz. Bizdan uzoqlashmang.